Dadam qani? Aq iblis qo'lida vayron bo'lgan oilalarning tezroq asliga kelishi va har bir farzandning o'z mehribonlarining illiq qo'ynida sog'lom, shodamonchoq bo'lib, davlat va jamiyat uchun bir kichik to'kpisini qo'yishini umid qilamiz. Zahardan yiroq turib, sog'lom jamiyat barpo qilaylik. Opa, dadam qani? Dadang tek kamidi balam. Uyni yana tozlig'an o'xshamamsan. Albatta, uy mehnat bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi qo'zam. Lekin dadam kelsa tozlig'ining bekor bo'ladi ekan. Dadam nemishqa nars keraklarni urib chaqidi. Unda qilsa, men bir qo'rqib ketadi ekanman. Qo'rqma balam, men bor. Ba'zi kunlari meni akiltib suyib ketadi. Ba'zi kunlari bekodalla urib ketadi. Ko'nglinga olmagan qo'zam. Bir chaqlarda dadang undaqmi emasdi. Opa, yig'lab o'tamsan? Yo'q balam. Ko'zimga bir narsa kirib ketgan cheg'i. Sovuqdoshlarim, dadang oq chekidi. Oqchi deyishyotdi. Nima? Zodi kim shundoq deydi? Hammalar shundoq deyishidi. Yana to'xi meni oqchining bolasi deb chaqirdi. Bichora qo'zam. Dadang degan nohlining dardini senmi tatib etibsan-da? Opa, oq degan nima? Eski narsa balam. Eski? Sen doim o'g'limning ko'ngli oq bo'lsin, yo'li oq bo'lsin deytin-ku. Endi uni eski deysan-ku. Ikki gap balam. Dadangning qivatqini hamma odam yirgindigan yomon odat. Ömse, biz dadamni to'sib qolaylik. Men dadamning eski odam bo'lib qolishini xohlamayman. To'smi dedamsan balam? Opa, televizorimiz qani? Televizor buzilib qopti. Usta, nimishqa buzilib qolgandi? Men karton film ko'ratdim emasmi? Necha kun ichida dadang yostib qo'ydi balam. Shu vaqt ko'ygin, ha? Tunigun dadam ikki odamni boshlab kelib sodilishayotdi. Aslida yasatmoqchi bo'pti ekan-da. Lekin uydagi kirolg'u, to'nglatqo'lami uzun bo'ldi, yo'qolib ketdi-ku. Ularni buzib qopti. Amsa kelamchu. Kelam? Kelamni momangnikiga olib berdim. Uyimizda hech nima qolmag'ili turibdi. Bo'ldi balam, ustalga kel. Chayingni ichib topshiriqingni ishlagin, ha? Choy? Yana choy ichamdi. Uyda un tugab qopti balam. Choy ichgan yo'qmi? Undoq emas. Dadam lag'manga baxtli omroqdi. Lag'man etgan bo'lsang, dadam qaytib kelib rosa bir yovlatdi. Ochchig'mi kelmasdi? Ras uzun bo'pti balam. Opa. Va balam. Uyda ko'proq tomoq etgin. Dadamning mijozi eskilishib ketgan bo'lsa-mu, tenibek ojizlab ketibdi. Og'rib qolgan cheg'i o'tganda doktorxonaga bormay, uyda o'ziga o'qildi.
Bichora bola kichik turibdi jahonning butun eskiliklerini ko'rib bo'pti-ku. Yig'lama oppa. Seningmi dadamga ishing og'riyotamda? Bilaman. Sen onu eski digining bilan yanada g'amini yeysan. Menmi o'xshash. Mayli boshqalar nima desin, u mening dadam. Elimi esimda. Kichik chig'imda dadam doim meni mo'risiga elib ko'tirib, bog'chalarga ib boratdi. O'yinchoqlarni o'ynatatdi. Hozir bo'lsa og'rib qoldi. Menimi bir yo'laga olmaydi. Quchog'ida o'ltirg'izib akilatmaydi. Ammo cho'qim bir kun soqiydi. Shu chog'da biz yana burunqidek ko'ngillik o'timiz. Shundoqmi, opa? Ha, bolam, aqlliq bolam, oltin qo'zam. Men atili bozordan un, may ep kelib, o'xshitib tamoq etay-a. Va, ajab yaxshi. Akal opa, sana o'zim choy qo'yib beray. Yo'qlama opa, yeshikni surtib qo'yay, ha? Dadam nelar yegandi? Kelib bir piyola issiq choy ichgan bo'lsa, ha?